Assalomu alaykum to'rdoshlar, yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Bugun kashf olsunmi azroq bir so'zlab qo'yay deb o'yladim. Insonlarga xotirjam bo'lmasa, hech narsa xo'shaqmaydi ekan, deb Turkiyada mehnat bilan yashayotgan qarindoshlarimiz degan so'zi, xotirjam bo'lmasak, insan o'zi chet elda turib xotirjam bo'lmasaqla, boshqa ishlarning hech nimasi xo'shaqmaydi ekan, Zumrad xonim. Mush yaqindan beri yana mushu bexatar bo'lmagan yo'llar orqali Yevropaga kechayotgan, boshqa yerlarga ketishga urinayotgan shunday qarindoshlarimiz ko'payib ketdi. Bo'lsa oldingi qatimliqa shu ko'ngilsiz bo'lsin, shuni bir tezroq bir so'zlab bergan bo'lsangiz deb bakchiq odamlar so'zlab mabek uçur qaldırıp qo'yibdi. Aslida bundan aytı uzun tayyorlik bilan ba'zan bir mush ishga munosabatlik, bu ishga aralashgan ba'zan bir kishilar bilan birga qilmoqchidik. Lekin bugun kechda birsini havolasi bilan so'zlashga majbur bo'lib qoldim. Bugun men o'zim yolg'iz so'zlayman, shuning uchun yaxshi anglab qo'yinglar herhalde. Şirali abla, yani Muhammed isimli bir balanınki tirik chiqib Turkiyadan, Cinoz kirganligi malaga ma'lum. Bu Kravasiya chegarasida bo'lgan ish, daryodan o'tkazib qo'yish plani bilan telefon bilanla o balaning beshiga chiqqan gap. Saqchig'imi, voy saqchig'i biz angaldurgan. Voy saqchiga biz degan bilan amaliyotda saqchining hech qanday xabari yo'q ekanligi, saqchi bilan ko'rishish jarayonida bu narsalar o'tirg'i chiqdi. Men boshqa narsalarni so'zlashdan ilgari bir narsani o'rtoqlashib qo'yay. Mushu jarayonda saqchi bilan aloqalashish, anadagi konsul, anadagi xalqaroliq dafni ishlari dafni ishlariga mas'ul bir kishi bilan ko'rishish jarayonlarida bir narsaga erishdik. Qanday uchurga erishdik. Qanday uchur desanglar, igichaqsiz ashari o'lib ketsa, qochoqchilik jarayonida, qechish jarayonida igichaqsiz o'lib ketganlarning ichidagi igichaqsizlari bir 2 yil jarayonidami kelmaganlari bakentuk. Anadagi musulmon, biz o'zimizniki e'tiqodiyatga qarayapmiz. Bundaqlarni qanday qilsizlar deb turib so'rasak, kuydirib etimiz. Bunda kuydirilib ketganlar jiq. Biz bunda qopchiqning ichida saqlab qo'yamiz. DNA avrishkisini elib Saqchining tekshirishidan keyin 6 oygacha izlab kelinmaganlarni ko'ydirib etib saqlab qo'yamiz degan uchurni bir ashaga bag'uchidan angladim. Shunga bu ishlar tugagandan keyin biz munosabatli o'rinlar bilan aloqalash orqali bundaq ishlarning oz emas ekanligini Marrakesh'ten kelgan bireylerning shundaq bir o'lib ketib 2,5 yil bo'lgan chaqda uydagilarning izlab kelib, anandan bu kulni aketganligi ustida ma'lumot qilib oldik. Shundaq ko'nglim yerim bo'ldi. Yolg'on pasport yasab chegaradan chiqayotganlar oz emas, uni bilasizlar. Bunu bek işkirlep kırmısamı xeyli ondan bilirdi. İşimizni, soğudumuzu buzup etti. Vay ticaretimizi buzup etti. Vay mında hop gitti. Dep ketmesin biçarlar. Şunun için ben yeni yıpık şekilde deymen. Ama kaçmakçı oğalla uykanlarını içinler. Uykanlarını tezdin içinler. Bu rast olan işini birden torgu çıkarıp durdum. Manda bol deyip. Bu işqa Türkiye konsulumu bizga yeşil chiroq yandırıp berdi. Nimişqa
ve Türk vatandaşı yok bir balanın aşargi cinazasını qanday şekilde Türkiye'ye etmeyişinin qanchalik təşkilligini hammaga ma'lum. Hech qanday tashkilotning yordamiga erishganlik yo'q. Hech qanday tashkilot, hech qanday shaxs, hech qanday nima yo'q. Shuning uchun buningga ayliqi chiqay desa isbot yo'q, chunki qimmidi. Chunki qochoqlar bilan munosabat va odamlar jiq. Chik-chik-chik-chikda. Miyada hamda qochoqchilikqa doir gapni deb beray. Vaqa yuz bergan kuni ma'lum bir aylanga, shu qichish jarayonidagi bir aylanga Abdulla ismlikka, qochoq voy saqchiga aniga oldirib etdim. Sen mi kirib aniga oldirib qo'y deyilgan. Voy saqchiga mundaq qildik, andaq qildik degan gaplar to'rt-to'rlarda uchib ham ovozliq edi. Uçup yürgenleri hemmadamga çik-çik idi. Lekin qanday bo'ldi? Saqchidan iniq anglag'inimizda hech kim buni bizga anga oldirg'ini yo'q dedi. Shuni bilan uzun mezgil o bola suvning ichida yetib qoldi. Hey, Xudoyim tova. Bir odamning beshiga chiqib bo'lgandan keyin hech qanday bir o'ligi süzüp çıkılmagan halette ölüm haberi bütün dünyanı bir aldı. Sebebi qaçaqninki ma'lum tashkilot bilan nayt quyuq aloqasi borligi. Ma'lum tashkilotning ichidagi ma'lum odamlar bilan nayt zanjirsimon quyuq aloqasi borligi hammadamga ma'lum edi. Qag'ini endi bu aziz saqchida sotqa berildi, saqchida tuturuvatıdı. Yani şunda halatda oy bu qachoq neymiş ki sotqa bersizlar. Unda qilmaslik kerak deb turib ayaga berib mush ishqa mush bolani izlash ishlariga qatnashgan Gollandiyadagi Abdukim Majim, anandagi Akbar degan hukumimiznikiga shunda rahatsız qilgan ne ishlar bo'lib ketdi. Anki bu qachoq yo'lini mush odam biladigan to'q Gollandiyaga aktima demagashga oyadi mengibdika unda qilmanglar deb yolg'on gaplarni chiqarib ashta qilib ketdi. Apsining ovozi va apsi yo'q. Bu aslida kichik cheyini ichirib qo'ygan bola voy bo'ldi ketay deb turib mangadigan yo'lini bilmaydim Zumrat xonim deb ashunda xabarlar tursima yolg'ondan kuttiga urib gap tepib aniki uya belarni bir kiribla ahvol so'rab qo'ygan eg'izida ahvol so'rganlarni xabar qilib yo'l chiqarib shunda ishlar bo'ldi. Anadikin endi voqeaning o'zi kilaydi. Qechiyotganlar sizlar yo'liqayotgan ish qanday ishlar? Voy qochoqchi, sizlarga telefon nomeringlarni, mening telefon nomerimni saqlamanglar. Men bilan so'zlashgan uchurlarning hammani yuvitinglar. Agar saqchi tutib qolsa, o'zinglarga yaxshi emas deb qo'rqasa, yo'q demay saqlab qo'yinglar. Ha demay saqlab qo'yinglar. Ha ma'qul deb qo'yib saqlab qo'yinglar. Baribir deysimi menga sizlar 2019 birsi tunjiqib qoldi desam, ayda qilib o'tirib mangan. U yerda talay o'lib ketgan cho'ng kichik xeylijiq odamlar bor ekan, o'lib ketgan. Ko'ydirilib ketib, qutining ichida kulni saqlab qo'ydi ekan. Kravasiyada, aniq deb beray. Bo'lmasa berib ko'rishib kelsanglar bo'ladi. Ashadichu atrofinglarda yo'qab ketgan odamlar voy Xitoy ketkizatdi, aqldi yo'qab ketdi deslar oltamay. Bu odam chetelga qochganmi? Qachish jarayonida bir yerlarda bir ish bo'lganmidi deb surishtirib qo'yinglar. Ko'ydirilib ketgan Uyg'urlarga qag'inini endi u dunyoda do'zax kuyimiz, ko'ydirgan bir ishlar bor-ku, endi deydi dinimizda. Bu dunyoda o'zimizniki, millatimizga o'zimizninkilar savatgan zulm mavu. Xitoydan eshib mavu o'zininki Uyg'urniki yanchig'i ko'z tikkanlar, majindiq zaman bo'layotganlar anglab qo'yinglar. Ey, sizlarningmi balanglar bor? Juvatmanglar, uchurlarni, telefon nomerini saqlab qo'yinglar, tunish bilishlarga ovozlarni yo'tkib etinglar. Mundaq. Anandikin agarda chegaralarda tutilib qolsa, saqchilardan so'rdik,
tutulup qalsın, nemish qilsizlar, solab qo'ymiz ba'zida. Anaki 7 kun ichida chegaradan chiqdinglar degan bir qog'ozni tutqizib qo'yamiz. Shu 7 kun ichida yana tutulib qolsa yana qo'yib etamiz, dedi. Anki ba'zan bir bolalardan anglasam, ash qog'ozga tayinib turib bilet elib aeroplanda bir yerga ketganlarmi bor ekan. Bu balaning peshonasi yezilib qapti deb ketganlargim deb ketdim. Sening balangmi yezilib qolarmi shu ish? Haq ustida turolmasanglarmi, ey, naqchilik ustida chavoq chamanglar. Bu degan o'tni olam. Bir ananing eliq yig'isiga odam turg'ilmaydi. Bilayotganlar bilayotidi. İçimden kan ketiyotidu, obuni kirsammi mushu nim qilma, mush qonli ketiyotidu qarang deb. Bir mehnatkash bola apsini beqiyotgan. Anandan keyin onda bir derneklarga bog'linishligi yo'q. Bir bolaning o'limi ma. Yolg'iz apsini qapqagan gap hozir. Ananki bireylan chiqib, voy, Turkiya hukumati aqldi ko'qildi debdi. Turkiya hukumati hech nima qilmadi. Turkiya hukumati yeshil chiroq yondirib berdi. Qanday qilishimiz kerak deganga rasmiyat, mandaq rasmiyatlarni elanglar, mandaq rasmiyatlarni tayyorlanglar, mandaq qilinglar deganga yeshil chiroq yondirib berdi. Shuning uchun nihoyat tezlikda oyoq yo'tkashkimi bir Türkiye hükümeti rad qilmadi. Türkiye konsulluğuna köptün köp rahmet etimiz. Bir şahsi işini apırıp, siyasi kötürüp, cidal tapmakçı oluş, fakat Türkiye turvatkan Uygurların turgusuz kıvıtışının bir naynayları dep qarayma. Anandan keyin yalgan pasport yazıp durup qechivatqanlar. Hey balla, dikkat qilinglar. Yalgan pasport deganni tekshirish ta'sirganlik uchun sizning kelgan yeringizdagi asl ismingiz o bu degan narsa yo'q bo'lgandan keyin o'lib qolganlarni ko'ydirib etadi ekan, ash yalgan ism bilan qo'yib qo'ydi ekan, u yalgan ism bilan bo'lgandan keyin hech kim ega chiqmaydi ekan. Ko'ydirib etildi ekan, qutiga sap qo'ydi ekan, takror-takrorday. Egisi yo'q. İzdep bağmıgan bolsa, mushunda köydürüp etidi ekan. İzdep bağanlarning ichidimi boshqa millatlardan izdep bağanlarniki bir misal emas, 3 misalni angladim. 3 misalninkida birisi 2,5 yildan keyin beribdi. Yana ikkisi 3 yil bo'lganda, 4 yil bo'lganda ekan. 2,5 yil, 3 yil, 4 yil bo'lganda izdep berib, urug' tuqqanlar aketgan külne ekitipti. Uygurlarning ichidimi, ma atrofinglar qarab yiqinglar, qanday yo'l bilan mang'anti, derikini ap qo'yaylikmi deb o'ylab, burunqilarimda eslab yiqinglar. Esinglarga ba'zan bir odamlar kep qilishi mumkin. Ma qochoq, aldamchi qochoq, noyt cho'ng so'zi bilan diqi, amaliyotda aş saqchi tutishdan ilgari telefonni uyabiyalar tashlayotgan telefonni saqchi ashu bağanlar tepib elib saqchiga topshirgan gap. Anandikin yirtib yevatgan qog'ozlarnimi og'izdan chiqarib olgan qog'ozlarni bir yerga olib kelib chaplab xelijiq hujjatlar chiqqan gap. Ba'zi odamlarning ismlari chiqqan gap. Germaniya hukumatının xabari bor hozir. Ba'zan tashkilotlar bek quturab o'ltiramay. Anandikin advokatlaringlarni, o'bolaringlar ish qilgan bilan bu ishda zanjirsimon xeyli odamning qo'li bo'lganligi uchun hozir konsul hukumat aralashayotgan ish ma'u. O'ng ta'tir avar o'p ketmanglar, amma ajoyib so'kilib ketisizlar. Ajoyib so'kilib ketisizlar. Ma qachoqchilikqa o'ylab yiqinglar, balla. Her bir qarindoshlarim, biringlarning beshiga kun tushsa, hammamizning yuragi og'riydi. Masalan, shaytonlarning emasmi? Shaytonlar demedim. Bizdeklarning ko'ngli og'riydi. Yuragimiz aytishidi. Aniga qarab, Allah hech kimni bolalari bilan sinamasin. O'zim deydi, hech kimni bolalari bilan sinamasin. Zumrat, hech kimni bolalari bilan sinamasin. Shunda mehnatkash balam deb ketdi.
bir oddiy ayolkan, oddiy uyda turdi ekan. Tashkilotlarning bu derneklarning yanida olmagan ekan. Ashtaq. Shuning uchun telefon nomerini juvitinglar desa, hadab oltamanglar, ovozlarni yo'tkavinglar. Anadaki onun ovozlariga allama qachon chiqib yo, juvatdim degan bilan texnika bo'lgandan baribir chiqib bo'pti. Germaniyaning telefon nomeri olamdı, Türkiye'nin nomeri bulamdı. Ba'zan bir çöp qatlarının, zincirsiman Belgiyadagisi olsun, Germaniyadagisi olsun, Avstriyadagisi olsun, Şvetsiyadagisi olsun, Gollandiyadagisi olsun, hammasının, qanchalik odamlarning beshiga chiqdinglar, o'zinglar bilasizlar-ku, ko'ydirib etilgan kunlarning orasida kimlar bor? Bir kuni qoningni siqadigan odam chiqib qolarmiki, qasiningki. Ashtaq. Anadagi saqchiga kirsanglarmi? Hargiz saqchi urib, uni qilib, buni qilib qilmaydi ekan. Aşımı deptu, aşlamı. Neymiş için bir muşu sudun ötüdü. Bu sunun astıda bazen bir yerler bekli çonkur. Anadaki astıda ösümlükler var. Şu ösümlüklerin putu ilişip kalıdığan, bu kıldığan işler buludu. Jildi bu deryada davamlık adam çıkım bulup durudu. Dep saççının gepini, dep berivatımı. Anadaki aşağıya berip kelgenlerimi özünün sözleydiğen sözleri uzun kalmayı sözleydi. Men deydiğinim hüccetlerini, pul ağan hüccetini elivilinglar, $500, 5'den tatıp $1000 beşi de elivilip, anadinkin, bağandinkin biz kamptısını tip alımız, kamptılı elip alımız. Ote degenler, oylap yıkanlar, Abdullah degen. Sen aşı deryadan ötken mi, ötmegen mi? Rast yakıp baka. Bazılarının avazları saqçılar, joy-joyga akilalaydigan. Hozir degen texnik shunchalik taraqqib ketgan bir davrda yashayapmiz. Oylap yıkanlar. Ahloshimiz joyida bo'lsa, mushu yo'lni tanlashdan ilgari men nima uchun bu pulni beraman? Ya meni mashinga sap apamisa, ya aeroplanda yo'tkimisa, nima uchun bu pulni beraman? Telefonda o'ltirib bir adresini mushlar Google'da tashlab bersizlar, men mush pulni beramdim demaslik kerak. O'zining ovozi bilan, o'zining chiroyi bilan ixro qilgan narsalari to'lib eshib yetib tur saqchida. Hem de bununla ilgili, balanınki ahvali bilen çattığı yok, vay bolduk, elekmolla, müedep durup söz degen, haber elan kılan, TV'ninki, radyocularınki, heyran kalarlık bir sual koyğum keldi, hem de heyran kalarlık bir teşvikatlarını kıldı. Sizler rast bu balının baldırlı ölüp ketkini bilgen bolsanglar, nime üçün aşağıya berip, ahvalini bir sürüştürmegensizler? Yoki nima uchun saqchiga ma'lum qilmagasizlar? Yoki bir yerdan buyruq tushdimi tezdan xabar qilib mobilni asha ko'ydirib atadiganlar ish qilish kerak, chiqmay qolsa igichaqsiz bedim kuyib ko'ydirib astin demoqchimitinglar? Unimi belgili olmaydi. Qarindoshlarim, uyqumizni echib, men maqmoqchi bo'lgan yo'lni o'zinglar bilinglar. Men men Yevropa meninglar emas. Vay ketmekçi olsanglar men hech kim to'sayanmayman. Ammo mangmoqchi bo'lgan yo'linglarni bilinglar. Yolg'on pasport, yolg'on kimliklar bilan mangsanglar, ashunda ish bo'ladi. Voy ayak borsang tutib oladi, jirtibat, yo'qtibat desaylik kimligi yo'q holatda so'rilib ketganlarmi misollar talay bor. Çeteldeki Uygur cemaatinin işçi hatırcam bulmasa hiç kandak dava tetimaydı iken Zümrət Hanım dedi. Bu şey mihnet bilen yaşavatkanlar. Bizge aramçılık yok. Biz seğivatkan, vatanımı satkan, hemmeni satkan. Aşağı hazır şu bizden yan çıktılar. Gemi. Bu şeylik vatandaşlık Türkiye'nin hükümeti elan kılan Türk vatandaşlığı beriş degen
Aşı siyasetke hemimiz düşüdü o Uygur'nınki. Aşının da mı aldığı sürüp vermişlerninki ne dep olturup mu? 5.000 TL'ni tıkıvagan, 10.000 TL'ni tıkıvagan Türkiye hükümetinin hem yerde sizlerinin adımınla baki hakikaten bek noç kensizler. Hem de hiç bulmağanı ma balının ülüp get demez mi? Ma balınınkine ilgir sürüp verme dep ağan helik şeytan tezdim pulunu berivet. Apsığı berivet. İsmini çıkırıp koygucu boğa ardıqda berivet. Maş Türkiye'dekiler köplep avazımның meşiyerini anlayacak kesip takıtamsa tezdim berivet. Şirali abla yani Muhammed'ninki vatan Türk vatandaşlığınınki ücretini aldığı sürüp vermen degen şeytan ağam pulunu tezdin apsığı apırpagin. Bu yerge ismini nam şerpan olan çıkırıp etip kalmayı. Dava yalgan hemme nasan yalgan ey yakasının ki ey bayrağını götürüp elip olturup yalgandın ayacan bilen sözleşip şirket degeni kurup aldыңlar o nerede dava oldu o şirket artist hemmiyet kıvatkan uyunlarınla oy ağzınladı vatan ağzınladı Allah emniyet kalbinladın tutup hem hücrelerinle kirip ketken dollarla közünlağı Uygur'un selle mihnetkeşleri bolsa çırayga köz aldığın işki közünge dollarla göründük edip oylayayım ben. Uygur'un emmisi. Bu 100 olup görünmeyi dollar olup göründük emmenge. Şeytanlarınki. Başını yan dava dep gitsinler. Xudayım toğ kıldım. Dünya vaziyeti nemişler gitip vardı. Qarap ekanlar anca-munca. Xitay parçalındı. Biz çok müstakillığımızı esli keltirimiz. Hemen resim to'g'ri chiqib so'zlamaymiz bir ardı so'magan ekan o qitib resim tushib o bir yer xulosildi o yillik xulosa o oylik xulosa voy ton voy mundaq deb o'tag'ininglar bilan voy hamma davlat biladi ekan kechiringlar voy davlatlarning talay-talaylar biladi ekan o'sha yaqinda bir universitetning ma'lum bir davlatninki universitetning o'quvchilari chet ellik o'quvchilar mush uyg'urlar nima uchun shundaq zulm kechiryotidi degan bir ilmiy maqola ustida tekshirishlar olib berib o'tibdi. Tunugun men bir bola manga shta deganda mushta bo'lyotidi. Menda mushta so'ragandi, nima uchun bilamsizam uyg'ur ekansan deganda shundan indigenous people qivatganligi uchun deb boshlar desam mush to'g'risida bir so'zlashgan bo'lsak dedi degandi. Men bugun at deganda oltasam bir yerdan menga messengerdan ashta telefon kelib buni yana bir davlatniki shundaq dedi. Bizga shundaq deb. Sizlar nerdan uqdinglar bizning o'sha indigenous people qivatilganligini nimaga asoslanib turib mushta deysizlar desam ma'lum bir Amerikadagi ma'lum bir xamush kesil bo'lib oldi, bo'lib qoldi degan yolg'on xamushninki. Bir yozgan ilmiy maqolasiga asosan Uyg'urlar indigenous people kan deb turib Xitoyninki mushu mundaq bostirish siyosatininki sababini uqdiq. Shuning uchun sizlardan so'rab baqayli dedik. Sizlar mustaqillik deb chiqir degansizlar deb. Biz ondan keyin surgun hukumatninki o'ziniki to'rbatlardami bor hujjatlarni ivatib berdik. Uyg'urning tarixi hammaga doir narsalarni. Ba'zan odamlarning qip-qizil qon, ba'zan bir yolg'on da'vochi, uchi, buchi, ma'navichi, yana birmichi deganlarniki bilan billa manganlar hamda chapan almashtiribla tez dili mustaqilchi, tez dili bir nimachi, voy kitob. Ey, esinglarda bo'lsin tashviqot bilan Ağlanın yazgan dokulati Uyghur tilidagi tashviqot bilan Ağlanın yazgan hujjatlarning ki dokulatlarning ichidagi jumlalarda masala borligini aniq o'qib beqib anadagi ko'taranglar ham ko'tarishdan ilgarichi u vaqtdan ulgursizlar ko'targanda qo'ng'idan ko'taramsizlar yo boshqa yerdan ko'taramsizlar ulgursizlar
Agar siz ingliz saviyangiz bek tövan bo'lsa, yoki xalqlardan o'qib baqdingizmi? Ma Qur'onning ichi nimalar yozibdi? Yana kimni ko'taribdi, kimni axlabdi? Uyg'urni nima debdi? Uyg'ur degan ism aslida mundaqdi, andaqdi, yo'qdi, aqdi, ko'kdi deganlarni yozibdimi? Nima debdi? O'qib ko'taringlar. Chetliklar men sarang emas, basangchu amana narsa qarablik voy, moshimi bir kitobmi, moshimi bir dokladmi? Deydi ekan. Bu yerdan ko'chirib chaplab qo'ysang doklad, u yerdan bu yerni ko'chirib qo'ysanglar yana birim bo'lib qolmaydi odam deganchu. Qizdirishni bilib beqinglar. Ma voylik ilmiy maqola, anadagi jiq narsalarniki, chetliklarniki mush ilmiy maqolaga bo'lgan talabi nima? Biraz o'qib beqib anadagi yezinglar. Uyg'urni aldash bek oson, lekin Uyg'urning hammasini aldayamaysan. Faqat inglizchani tuzuk bilmaydigan odamlarni aldaya olaysan yoki shu davlatning tilini bilmaydigan odamlarni ancha-muncha aldaya olaysan. Masalan, Norvegiyaning o'zininkidimi, Uyg'ur komitetnikidimi, shu Norvegicha yeziqliq indigenous deb. O yushamaydi ular. Hergiz yushamaydi. Sizlar faqat Norvegicha bilmaganliginglar uchun o'qimaydigan o'xshaysizlar yoki inglizcha bilmaganliginglar uchun bilmaydi ekansizlar. Yo nemischani bilmaganlar bormi, uni bilmayman. Bilganlar izdanib turib, ivatib berdi, mundaq deb turib. Mush qo'ymichilik bo'lsin, mush qochoqchilik bo'lsin, o'zingning kuchingga tayinib ishlasang olmamdi deb ketaman, Agarda tinch aman akab qo'yib aeroplanda akilamsa yoki meringa ko'tirib akilamsa, akab bo'lib nemisini olsang olmamsa, jinini ba'zan temalar ustiga ayrim kirma. Bugun sal hamda boshqalarning talabiga asosan so'zlab qoldim. Sizlar o'ylab beqinglar. Mushu o'zining vatandoshlig'i ayni vaqtda Kanadadan deyman. Bir kishi shu vatandoshlik qilib bo'lgan kishi mush O'rta Osiyoga berib borgan safarda Xitoy elib ketgan. Andan keyin u bilasizlarmi jiqlar? Andan keyin sizlar o'ylab beqinglar, vatandoshlik olmagan bir odam yoki mush da'voning ichidagi uchi buchilar yoki vatandoshlik ash davlatning vatandoshlik bala bo'lsin, voy da'voning ichidagi bayroqlarlar nima deb Ominda, yana bir yerda, yana Qirg'izistonda, O'zbekistonda, yana bir yerda yuralaydi. O'ylab beqinglar. Vatandaşlığı bağla, tutulup gidip, qaytırılıp gididiken yo vatandaşlığı yoxlar nima uchun yuralaydi. Agar da mush da'voning noydi bayroqdorlari, uchi buchilari ajab bir Aşı Xi Jinping ayar yig'in qatnashdi. Voy, munda qilamiz deb ketdinglar. Ana berib sizlarga shak berib yuraysizlar. Nima uchun bora olaysizlar? Chunki u ya bu ma'lum bir chegara orqali, yana bir yerlarga tutishdi emasmi? Vatanimizga tutishdi. Başqa davlatlar ancha-muncha hozir uyqusini echib turib kuzatayotgan bo'lgandan keyin beyinga tushgandik osti berib ayada ancha-muncha ishlaringlarni bijirib kelisizlar. Ominda tutilib qolgan, Shanganda tutilib qolgan, uchi buchilar. Malayziyaga nimalarni olib kelisizlar? Uyg'urning hammasi uxlab qolgani yo'q. Tirishayotganlarimiz jiq. Men bir odamlar emas. Talay. Men uyda o'tirib hamini bilib bilish nimam yo'q. Men g'oyibni bilmayman. Palashmayman ya palchi olmasam ba'zi odamlardek. Jiq narsalarga nisbatan-chu odam g'ururinga yuz kelalaydigan, aqinga o'rilsangmi-chu numus qilmaydigan, sharafsiz hayotni tanlamaydigan bir odam bo'linglar, xijilolmaydigan bir hayotni tanlanglar. U ba'zan odamlarga qarabchi bizchu mitmi qilmaymiz ba'zanlaringlarning qiliqlariga-chu biz tegishlik ishni qilyapmiz, to'g'ri chiqmaymisin deyishimizning hojati yo'q. Bugun o'ngdan, ertasi soldan, bugun oldidan, keyin ertasi oqidan bundaq holatdiki-chu o'zingni ishontirib manganligining bilan biz haqiqiy oson ishonmaymiz. Biz tezdala ba'zi odamlarga ma to'g'ri ish qilayotgan o'xshaydi. Yordam so'raganda yordamimizni ayamayli deb deymiz, odamiylik jihatdan.
Lekin hergiz uningga bo'lgan ishonchimiz yoki bir qandaqligidan emas. Shuning uchun uyqumizni ichib, balla, ma bu qo'ymichilarga, qochoqlarga zarba beringlar, ma qarindoshlaringlar igi chiqinglar, ko'ydirilib ketgan Uyg'urlar igi chiqib qo'yayli. Bu o'tni olam. Hech kim meshnim deb po'atmaydi odam degancha, po'atadigan jahon emas. Andaq qıvitinglar, mani juvitinglar, ani eylivitinglar, səhədib oltamanglar, yağan pasportninkiga bək diqqat qılinglar, ha? Rast pasportinglarni olsunmu, yalğını bilan qo'shib birasiga kopiyalarni olsun qo'yib qo'yinglar. Sizlarning manga yo'linglarni haq bilsin. Qochoqninki siz bergan yo'l bilan mangmanglar. Pul bergankansizlar, miyani biza ishlatinglar. Eli qochoqning tarining satligi ha. Bunda bir yolg'iz onasi va odamlarning o ishini qilmaydi. Ha, bunda bir onasiga bir rodbakildi onasi vala. Bu yolg'izlari bo'lsa, bunda bo'lsa, nim bo'lsa o'zim igulma deb yuz berdi haq menga. Deb so'zlari va. Eli Abdul Aziz Yaqub deganninki. Anadikin talay ustozlari, bir ustozi Germaniyaga qochoq yo'li bilan buni akilib, unodikin bu nemisini, kasbini uningga o'gitibdi-ki. Shuning uchun tanqiladi-ki ular. Yolg'on emas-ku, ha? Eliq palonchilar. Aldirmay taqini uningga chiqdi-ku, hukumat orqali. Rahmat qarindoshlarim, herhalde bir-birimizga egi chiqayli. Vatan diyemey, nemi qılanmasangmı? Hiç bo'lmani millatning qarshisiga chiqib qolmanglar, ey. Hech qaysimiz millatning qarshisiga chiqib qolmayli. O'ylab beqinglar, vatan degan hozir Xitoy virus tufaylidan ashuni bir yolg'ondan bir bana qilib o'ltirib uyga solavatgili, butun vatandagilarni solavatdi-ku. G'o'ljinikiga debdi, "Voy, g'o'lji bunda o'kadi, pul ivatimiz, voy, pul jig'ayli" deb ketib, "Qanday ivatatding?" deb nechiqitim dedim. "Qanday ivatatdinglar, ey? Qanday olalaydi oshlar xotirjam sizlarning pulinglarni qaysi yo'lda ivatalaysizlar?" Hayron qolib, "Voy, bir ish qilib qo'ychi pul" deblar degan pul jig'ishninki bu usullari. Voy. 360 Tallaylıqı nemi antini çıktı ducuma pul desil çıraylarınlardan diye 5 yıldızmış da çaqnap durup tova deyme Xudayım tova qıldım. Qeyrindaşlarım uyqumuz bize açaylı. Oylap beqinlar Xitaydan pul yötkiye alaydıqallar. Xitay bilan ticaret şunda qoyuq. Qivatqallar bir eski taxtayını kötürüp voy müstaqillik. Voy mındaq. Voy qeyrindaşlarım. Voy lager. Voy axtı köktü dep çıqdılar. Voy. Ma bir aylık lager şahitlerini ki doyinglardan düşergen videolarını ivetip koyup ki qusvetkili tas qaldım ha, qusvetkili. Aylık voy men manda hokettim deb yögep turuplu bağan aylık Amerika'daki mi? Voy kusarlık video resimlerinden çok qara biraz yığıp koy çetaliklarını set durmuşsun. Gerek olgan çadlı yıkıp çıkan bilen şu. Qeyrindaşlarım, rahmat sizlarga. Menimcha jiqaroq narsalarni ba'zan naq maydonlarga qo'shib qo'yishni to'g'ri deb bilganlarimni qo'shib qo'yman. Anglab turib, azroq olsun miyani ishlatishni olsun o'rganinglar. Miya turaversa, dotib ketadi odam. Anadikin har bir hukumatninki qonun o'rinlari peyiga tushganlarning aldırma. Ba'zan narsalar vaqti kelgan chaqda yampash qoladi ekan-ku. Shuning uchun sal ta'xir qilib tursin. Ba'zan bir yolg'on da'vogarlarnikiga hukumat ishigini chekkili xil oldi-ku, ha? Yağandan durtachi, yağandan yana bir mechi, yağandan voy xamosh bo'lib qoldim, yağandan oldum, ko'k oldum degan bilan xamoshlik kesilnikinimi uni farqlantirgili bo'ladi-ku hozir degan texnik taraqqib ketgan jahonga hozir. Rahmat sizlarga qeyrindoshlarım, uyqumuz biroz ochayli. Ma'naviy bir mamti, yana bir mamti deb qo'yib
Oylamanglar. Bu xudolıq aləm. Orta yoldan hayırlı çıkıdı ey, orta yoldan. Ahanıngam eski olmayma, manıngam eski olmayma. Oturduk ey yumulaq davuzlar. Rahmet sizlerge qeyrindaşlarım. Mangmaqçı oğanlar, bexatar olgan yolunu tanlanglar, bexatar bo'lmagan yo'llarga tavakkul qilmanglar. Yurak og'rig'i bo'ladi ekan, qeyrindaşlarınınki yuragi qon eqadi ekan, anandaki neylar köydirilib ketgan küllerini ap qo'ygan. Ey Xudoyim. Rahmet sizlarga.